Amerikadagi ta'lim sohasida eng kuchli birinchi raqamli universitet Vanderbilt University'ga to'liq $372,000 grant sohibiga aylandim. Birinchi gap yerim tugagandan keyin 15 ta universitetga topshirdim. Hammasidan atkaz oldim. Eng asosiy erishgan yutug'im bu Cornell University'dan waitlist bo'ldi. Python developer bo'ldim va afsuski juda ham ko'p qiyinchiliklar bilan ish topa olmadim. SAT imtihonni qayta 8 marotaba topshirganman. Mendan ko'p topshirgan bolani hali tanimadim, bilmayman O'zbekistonda. Amerika bu orzuyimdagi davlat emas va men u yerga shunchaki maza qilish uchun emas, balki majburiyat sifatidan ketyapman. Qat'iyan ayta olamanki, hozir o'zimga 100% ishonch bilan ayta olamanki, meni qalbimda dard bor va shu dard O'zbekiston bilan bog'liq. Miya ilmini o'rganishga bel bog'lagan namanganlik Jamshidbek Izzatullayev 19 yoshda. 2025-yil boshida u AQShning nufuzli Vanderbilt universitetidan to'liq grant yutdi va 4 yillik o'qish xarajatlarini qoplash uchun mo'ljallangan $370,000 mablag'ni qo'lga kiritdi. Kun.uz muxbiri bilan suhbatda u universitetni to'g'ri tanlash, hujjat topshirish jarayonlari hamda inson miyasi qanday ishlashini erta yoshdan o'rganish nega muhim ekanligi haqidagi o'z qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Ismim Jamshidbek Izzatullayev. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Nanay qishlog'idanman. Yoshim 19 da. Yaqinda o'zimni eng katta orzuyimdan bittasiga erishdim. Amerikadagi ta'lim sohasida eng kuchli birinchi raqamli universitet Vanderbilt University'ga to'liq $372,000 grant sohibiga aylandim. 9-sinfni bitirgunimgacha Namangandagi 58-ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim olganman. Va 9-sinfni bitirganimdan keyin IELTS topshirib, IELTS balim yuqori chiqqanligi sababli Toshkentda xususiy maktabda o'qish istagi paydo bo'lgan va Toshkentga ko'chib kelganman. Resurslar masalasida menda ko'p qiyinchilik bo'lmagan. Ota-onamga juda ham katta minnatdorchilik bildirishim kerak bu uchun. Oxirgi 2-3 yil ichida men qiynalgan eng asosiy narsalar bu universitetga topshirish jarayonida sodir bo'lgan. Ingliz tilini o'rganishda unchalik qiynalmaganman, chunki ertaroq yoshdan boshlaganligim uchun tengdoshlarimga nisbatan ancha yaxshi o'zlashtirganman tilni. 2-sinfda boshlaganman ingliz tili o'rganishni va 9-sinfda IELTSda birinchi marta topshirib 7,5 ballni oldim. Ungacha uncha qiyinchilik bo'lganini eslamayman. Asosiy qiyinchilik Toshkentga kelganimdan keyin sodir bo'ldi, chunki Toshkentga kelgunimgacha men o'zimni qandaydir boshqalardan kuchliroq deb o'ylab qolgan ekanman. Ya'ni IELTSim bor, maktabda boshqa odamda IELTS yo'q. Men zo'ri bo'lsam kerak degan xayolga borib qolganman, lekin Toshkentga kelganimdan keyin bu teskari ekanligini tushundim. Chunki atrofimda 8 olgan o'quvchilar, 7 olgan o'quvchilar, kimyo olimpiadasi g'oliblari, biologlar, fizik juda ham kuchli o'quvchilar o'tirgandan keyin men o'zimga savol berishni boshladim. Shuncha yil umringni nimaga sarflading? Shu bitta tilni o'rganish uchun shuncha o'zingni zo'rman deb o'yladingmi? Shu bitta til xolos-ku, til bu vosita-ku degan tushunchalar aynan shu Toshkentga kelganimdan keyin sodir bo'ldi va boshida siqilib qoldim. Juda ham qiynaldim. Ya'ni xayollarim bilan, ya'ni nega shu paytgacha harakat qilmagansan? Nega bitta tilni orqasidan quvlading? Nega shu IELTS o'zi senga nima beradi? Axir bu til xolos-ku. To'g'ri, tilning ahamiyati juda ham katta. Lekin nega tildan boshqa masalan, hech bo'lmasa matematikani juda ham zo'r darajada o'rganmading yoki boshqa tilni degan savollar paydo bo'ldi va shuni orqasidan menda katta o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Aynan shu Toshkentga kelib, muhit meni o'zi bilan birga olib kirib ketdi o'z domiga. Komfort zonadan chiqdim. Endi men eng zo'r emasman. Endi men bitta jamoani bo'lagiman. Men bitta jamiyatning bir qismiman va u jamiyat qanaqa jamiyat? O'z ustida ishlaydigan, o'z sohasida mutaxassis bo'lgan bolalarni bitta xonaga yig'ib qo'ydi. Toshkentga kelganimdagi menga o'sha o'qigan xususiy maktabim, Millat umidi maktabi bergan eng katta narsa ham shu. Ustozlari bilan yoki darsliklari bilan yoki tizimi bilan emas, balki eng kuchli o'quvchilarni bitta xonaga jamlab qo'ya olgani va bizga o'sishga imkon yaratib bergani uchun menda juda ham tezlashib ketdi bu yog'iga. 10-sinfimdan boshlab o'sha fikrlashlarim juda ham keskin darajada o'zgara boshladi va oldimga qo'ygan maqsadlarim ham aniqlasha boshladi. Va o'sha maqsadlarni aniqlashtirgandan keyin unga harakat qilish jarayonida albatta juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Ayniqsa SAT degan imtihon bor. SAT bu universitetga qay darajada tayyorligingizni o'lchaydigan test. Unga qayta tayyorlandim. 2 yildan adashmasam 3 yilga yaqin umrim vaqtim ketdi. Juda ham qiynaldim bu testdan. Chunki SAT bu amerikaliklar uchun mo'ljallangan test. Buni o'zbek sifatida va ingliz tilida juda ham ko'p hali kitob o'qimagan inson sifatida eng katta uchragan qiyinchiliklardan bittasi SAT imtihonni qayta topshirish deb o'ylayman. 8 marotaba topshirganman.
Mendan ko'p topshirgan bolani hali tanimadim, bilmayman O'zbekistonda. Shuncha umrim vaqtim ketgan. Birinchisida 1370 chiqqan. Buni 2022-yil may oyida topshirganman va oxirgisini 2024-yil topshirdim. Oxirroqlarida, adashmasam oktyabr yoki noyabr oyida topshirdim va 1520 bo'ldi yakuniy natija. Bu ham super score, ya'ni ingliz tilida eng yuqori ball bilan matematikadan eng yuqori olgan ballarni qo'shganda, shunda yakuniy ballim 1520 ni tashkil qildi. yili maktabni bitirdim. Bunda ikkita gap year deyiladi, ya'ni qo'shimcha yil oldim o'zim uchun tayyorgarlik uchun. Bu deganda 2-3 marotaba qayta universitetlarga topshirdim. Birinchi yil shunchaki men jarayonni o'rganishni topshirib ko'rdim. Temple degan universitetiga kirdim. Lekin u endi hech qanaqa natija emasdi. Hech qanday ballarni jo'natmagan bo'lsam ham SAT ballimsiz, insholarimsiz qabul qilindim. Demak, o'zimga savol tug'di va SAT'im bo'lmasa ham, insholarim bo'lmasa ham qabul qilgan universitet bu qay darajada sifatli universitet bo'ladi dedim. Va universitetga borganimdan keyin xuddi shunaqa hech qanaqa yetarlicha bilim salohiyatga ega bo'lmagan o'quvchilar bilan birga o'qiymanmi dedim va albatta javobim yo'q, qayta tayyorlanaman, eng yaxshisiga topshiraman bo'ldi. Va shu sababli 1 yil qayta tayyorlandim. 1 yil ichida dasturchilik sohasini yaxshilab o'rganishga harakat qildim. Bu jarayonda o'quv markazida o'qidim, ularning kursini bitirdim, backend Python developer bo'ldim va afsuski juda ham ko'p qiyinchiliklar bilan ish topa olmadim. Hattoki stajyor sifatida ham, amaliyotchi sifatida ham ish topa olmadim. Va ish topa olmaganimdan keyin menda qiziqish so'na boshladi. Tajribamni orttirishga loyihalar qila boshladim, lekin loyihalarda ham juda ham katta qiyinchiliklarga uchrab, tajribasizlik qilib, balki ustozlarimdan yetarlicha yordam olmaganim uchundir, balki dasturchilik sohasidan sekin qiziqishim so'na boshladi. Va aynan shu qiziqishimning so'nishi boshqa sohaga bo'lgan qiziqishimga sabab bo'ldi. Ya'ni miya ilmi va erta yoshdagi ta'lim sohasiga yakunda qiziqib qoldim. Endi boshlanishi baribir insonning miyasiga bo'lgan qiziqishimdan boshlandi. Birinchi gap yerim tugagandan keyin 15 ta universitetga topshirdim. Hammasidan atqaz oldim. Eng asosiy erishgan yutug'im bu Cornell University'dan waitlist bo'ldi. Cornell bu Ivy League universitetlaridan bittasi. Undan waitlist oldim va ikkinchisi Reed College degan universitetda Steve Jobs o'qigan universitet. Tashlab ketishidan oldin o'sha yerda o'qigan. O'sha yerdan ham waitlist oldim. Ya'ni kutish ro'yxatiga qo'yildim. Endi shu natijaga erishgandan keyin Cornell, ya'ni bu Ivy League universitetiga waitlist olganimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonch ancha ortdi. Demak, hali applicationim juda ham kuchli bo'lmagan bo'lsa ham shu natijaga erishdimmi? Demak, 1 yil davomida o'zim ustida ishlaydigan bo'lsam, demak eng zo'riga harakat qila olar ekanman. Demak, yana 1 yil harakat qilsam, imkoni bor ekan degan tushuncha paydo bo'lgandan keyin ikkinchi gap yerni qo'rqmasdan oldim va ikkinchi gap yer davomida bor e'tiborimni shu miya ilmiga sarfladim. Miya ilmini o'rganish, g'oyalar to'plash, chunki insholarda albatta g'oyalar muhim, meni nima qiziqtirayotganligini tushuntirib bera olishim kerak va juda ham ko'p reflections qildim. Ya'ni reflections bu o'tmishga nazar. Ya'ni men kechirgan, boshimdan o'tkazgan voqealar yoki kechinmalar yoki har xil hissiyotlar hammasini eslashni boshladim va juda ham ko'p yozdim. Va yakunda bitta universitetga topshirdim. Bitta universitet Vanderbilt. Undan keyin topshirishga hojat bo'lmadi, chunki ED deyiladi, Early Decision Cycle'da topshirdim. Erta topshirish mavsumida, erta topshirish mavsumida topshirsak, keyin doimiy topshirish mavsumida topshirish mumkin emas bo'ladi. Chunki biz universitetga va'da beramiz, agar sizlar qabul qilsanglar, men sizlarda o'qiyman degan shartnoma bo'ladi. Biz unga qo'l qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va shuni amalga oshirgandim va qabul qilingandan keyin hamma yelkamdagi tog' ag'darildi. Topshirishim kerak bo'lgan yana 10 ta universitet bor edi. Ularni hammasini o'chirib tashladim ro'yxatimdan va yakunda shu universitetda o'qiyman degan qarorimni imzoladim. Hujjat topshirish jarayonida endi asosiy 3 ta narsaga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi academics. Academics bu o'qish albatta, chunki universitetga biz o'quvchi sifatida topshiramiz va bizni akademik tomondan, ya'ni o'qish tomondan universitetga tayyorligimizni ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun boshlang'ich narsa bu albatta GPA. GPA bu maktab baholari. Bu unaqa murakkab narsa emas. Eshitilishidan qanaqadir g'ayrioddiy narsaga o'xshaydi, lekin aslida bu shunchaki maktabda necha bahoga o'qiganimizni ko'rsatadigan bir varoq. Maktabni hammasini 5 bahoga bitirganim uchun, ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha umuman choraklik baholarim, yillik baholarimda to'g'ri bo'lmaganligi uchun davlat tomonidan 6 medal bilan taqdirlanganman. Va shu 6 medal menga qisman plyus bergan, albatta, applicationimda, ya'ni arizamda, hujjatlarim orasida, honorlarim, ya'ni erishgan yutuqlarim orasida shu bittasi shu bo'lgan. Ikkinchisi SAT.
IELTS bu 3-chi va eng kam ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Bo'lish kerak albatta. Va bu ptichkaga o'xshaydi. Ha, ingliz tilini biladimi? Biladi, bo'ldi. U 8,5 olibdi deb ular hayron bo'lmaydi. 9 olsa, ha, endi mukammallikka harakat qilar ekan degan deyishi mumkin. 9 bo'lsa agar. Lekin 8,5 bilan 7,5 orasida hech qanday farq yo'q. Shuning uchun endi mabodo agar o'quvchilar ko'rishayotgan bo'lsa, maslahat berib ketaman. Bilmadim, maslahat berish odat bo'lib qolgan, o'quvchilarga ko'p gapirganim uchun ma'zur tutasiz. IELTS tezroq olib boshqa narsaga o'tish kerak. SATga, darsdan tashqari mashg'ulotlarga, insholarni ustida ishlashga o'tish kerak. IELTS qayta olishdan foyda yo'q. Xo'p, akademik bu birinchisi tugadi. Ikkinchisi endi darsdan tashqari mashg'ulotlar inson sifatida qay darajada rivojlanganingizni ko'rsatadi. Ya'ni siz bitta xonadan chiqmasdan ertalabdan kechgacha dars qilib o'tiradigan bo'lamisiz yoki siz jamiyatda bir bo'lagimisiz? Siz jamiyatga foyda keltirish haqida qayg'urasizmi? Odamlar bilan muloqot qila olish qobiliyatingiz shakllanganmi? O'zingiz fikringizni erkin yetkazib bera olasizmi? O'zi liderlik qobiliyati bormi? Shu kabi narsalarni darsdan tashqari mashg'ulotlar ko'rsatib beradi. Keyingisi esa insholar. Insholar bu applicationingiz 3 dan birini tashkil qiladi, lekin ularning og'irligi juda ham baland, juda ham og'ir bosadi. Insholar siz qay darajada fikrlay olishingizni ko'rsatadi. Ya'ni siz nafaqat yaxshi o'quvchisiz va siz nafaqat jamiyat bilan yaxshi aloqaga kirishasiz. O'zingiz fikringizni yetkazib bera olish, liderlik qobiliyatlari va hokazo. Va bundan tashqari siz yaxshi fikrlay ham olasiz. Siz qog'oz bilan ruchkani qo'lingizga olganingizda o'zingizni fikringizni yozma nutq orqali go'zal ravishda ifodalay olasiz. Shu sifat universitetga topshirganda kerak bo'ladigan 3 ta narsadan bittasi va shu uchalasini ham qilish orqali aynan o'zim sohamni o'qitadigan Amerikadagi eng kuchli bo'lgan joyga hech qanaqa moliyaviy qiyinchiliklarsiz to'liq grant yutishimga sabab bo'ldi. Aynan shu hozir sanab o'tgan 3 ta qism. Nega Vanderbilt? Xo'p, chunki men o'qimoqchi bo'lgan narsa Garvardda, menimcha, endi Garvard o'quvchilari ma'zur tutishadi, bunchalik darajada o'qitilmaydi. Xo'p, Vanderbilt menga eng yoqqan tomoni shuki, o'zim o'qimoqchi bo'lgan sohada alohida maktab bor. Ya'ni universitetlar maktablarga bo'linadi. Endi maktab desa noto'g'ri tushunishmasin, buni o'zbek tiliga menimcha college deb tarjima qilsak bo'ladi. Ingliz tilida endi school deb ketiladi, lekin college, right? Xo'p, endi collegelarga bo'linganda, masalan, College of Engineering, College of Arts and Sciences, College of va aynan shunda Vanderbilt o'ziga xos tomoni College of Education bor edi. Education emas, hattoki College of Education and Human Development, Peabody College of Education and Human Development, ya'ni ta'lim va inson rivojlanishi kolleji. Ya'ni Vanderbilt shu bitta qismi va Vanderbilt aynan shu maktabi bilan dunyoga tanilgan. Aynan shu kolleji bilan dunyoga tanilgan. Aynan meni sohamni o'qitish uchun alohida kollej bor degani, bu meni sohamda juda katta ishlar amalga oshirilyapti degani. Ya'ni meni soham ular uchun shunchaki bitta major emas, shunchaki bitta tanlasa bo'ladigan soha emas, balki alohida maktab ajratilgan bu uchun. Alohida fakultet, alohida professorlar, ya'ni aynan meni sohamga chuqur e'tibor qaratganligi uchun Vanderbiltni yaxshi ko'raman. Uyqumdan uyg'onib turib Vanderbilt zo'r ekan degan xulosaga kelmaganman. O'sha aynan birinchi yil bor-ku, birinchi yil 15 ta universitetga topshirdim dedim-ku. Topshirganim ichida yuragim jiz degan aynan shu o'zimga yoqqan universitet Vanderbilt bo'lgan. Chunki topshirish jarayonida hamma universitetda o'rganib chiqishingiz kerak. Chunki insholarda so'raydi-da, nega bizga topshirmoqchisan deydi. Shu savolga javob berishingiz uchun siz universitetni yaqindan tanigan bo'lishingiz kerak, yaxshi tushunishingiz kerak u universitetlarni beradigan imkoniyatlari qanaqa professorlar dars o'tadi va hokazo. College fit degan narsa bor. Mos tushish bu sizni kirish yoki kirmasligingizni aniqlab beradi. Ya'ni universitetga siz mos bo'lishingiz kerak. Ya'ni ular qidirayotgan o'quvchi bo'lishingiz kerak. Bu degani Garvard kimni qidirar ekan deb turib o'zingizni unga moslashga harakat qilish emas, balki o'zingizni yaxshilab tushunib, o'zingizni kimsiz o'zi, niyatlaringiz qanaqa, kelajakdagi maqsadlaringiz nima, shu kungacha erishgan yutuqlaringiz nima, kuchli tomonlaringiz nima, shuni aniqlab turib, o'zingizni eng kuchli variantingizni tasavvur qiling. The best version of yourself, right? Eng yaxshi variantingizni tasavvur qilib turib, savol bering. Meni eng yaxshi variantim qaysi universitetga mos tushadi? Ya'ni men kimga mos tushaman degan narsani so'rashimiz kerak. Unga qaysi o'quvchi mos tushadi deb turib o'zimizni unga moslashga harakat qilishimiz kerak emas. Va Vanderbilt qidirayotgan o'quvchi men bo'lganligim uchun. Bu degani zo'r bo'lganim uchun emas, balki aynan qiziqishlarimiz to'g'ri kelganligi uchun. Ular qilayotgan tadqiqotlar, ular o'qitayotgan o'quvchilar aynan menga mos bo'lganligi uchun, ularning professorlari aynan menga o'xshagan o'quvchilar kerak bo'lganligi uchun menimcha kirdim deb o'ylayman Vanderbiltga.
Grant miqdori 1 yil uchun $91,000 deb belgilangan va keyingi yillarda o'zgarib borish ehtimoli bor. Ya'ni pasayib ketish emas, balki moliyaviy sharoitimning o'zgarishiga qarab bu o'zgarib turadi, lekin hozirgi summani 4 ga ko'paytirganda $372,000. Bu nimani o'z ichiga oladi? Birinchi navbatda albatta tuition fee, ya'ni kontrakt miqdori. Adashmasam, Vanderbiltda kontrakt o'qish puli $60,000 yiliga. Shuni mendan ozod qilishadi. Kontrakt to'lamayman. Tabiiyki. Va shuni orqasidan 100% garantiya bo'ladi bemalol, lekin bundan tashqari hali qolgan $30,000 uchun yetarlicha narsalar bor. Bulardan asosiylari dorm, ya'ni yotoqxona. Yotoqxonada men 4 yil davomida tekinga yashayman. Ya'ni Amerikada yashashim shunchaki tekin. Yashash deganda aynan shu turar joyga nisbatan. Va oziq-ovqat ham universitetim tomonidan to'liq qoplangan. Va bundan tashqari health insurance, ya'ni sog'lik sug'urtasi, transport xarajatlari va shaxsiy xarajatlar bor. O'zimning kiyim-kechaklarimga va boshqa xonamda kerak bo'ladigan har xil mayda-chuyda narsalarga, kundalik hayotda ishlatiladigan narsalarga o'zimni pulimdan ishlataman. Ingliz tilini o'rganish uchun 10 yil sarfladim. Nega buncha vaqt sarflashim kerak degan savol paydo bo'ldi. Va atrofni kuzatdim. O'zbekistonda IELTS tendensiyasi boshlandi. Hamma IELTS o'qishni boshladi, hamma ingliz tili o'rganishni boshladi va turistlar bilan gaplashganimda ular juda ham xursand bo'lib, O'zbekistonda ingliz tili gapiradiganlar soni juda ham ko'p ekan deyshti va bu juda ham quvonarli. Lekin meni xafa qiladigan joyi shuki, odamlar IELTS ni o'zi bilan kifoyalanishni boshlashdi. IELTS o'qib bo'lgandan keyin, yuqori ball olgandan keyin qiladigan ishlari ko'pchilikda afsuski IELTS o'qituvchisi bo'lib qolish bo'ldi. Va menda ham xuddi shu tanlov qilishimga to'g'ri keldi. O'zimning qiziqishlarim orqasidan yurish yoki yaxshigina daromad orqasidan quvib IELTS o'qitish. Va o'zimga savol berdim. Yo'q, nega til, ya'ni vositani o'rganish uchun men o'z orzularimdan ketishim kerak? Nega men universitetga bormasdan IELTS o'qitishim kerak degan savol bo'ldi va o'zimni aynan dars berishdan chetladim. Shu vaqtda internetda, YouTube'da opam bilan birga Bella ismli qizi videosini ko'rib qoldik. Bella ismli qiz 4 yoshida 7 ta tilda erkin gapirdi. Buni bemalol YouTube'da Bella 7 ta til deb yozishsa ko'rishlari mumkin. Rossiyalik kichkina qiz erkin muloqot qilayotgani aks etgan video. Va opam bilan buni ko'rgandan keyin shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi degan savol paydo bo'ldi. Shunchaki shokka tushdik. Ya'ni qanday qilib kichkina yoshda 4 yoshgacha 7 ta til o'rgansa bo'ladi degan savol paydo bo'ldi. Va o'rganishni boshladik. Qiziqdi, nima bu, qanaqa bu, qanday qilib? Onasini videolarini topdi YouTube'dan. Ko'rdi, o'rgandi. Onasi maslahat bergan kitoblarni o'qidi. Misol qilib keltiraman. Glenn Domanning How to Teach Your Baby to Read degan kitobini o'qib, asosiy metodikamizni aynan shu kitobdan o'rganib tatbiq qildik. Va jarayonda juda ham qiziq bo'ldi. O'rganganimizda aynan shu opamni xonadorlik paytlariga va farzand tug'ilish paytiga to'g'ri kelgandi, baxtimizga va hamma o'rganayotgan narsamizni shu kichkina tug'ilgan jiyanimga tatbiq qila boshladik. Esimda tug'ilganida hali o'tirishni bilmasligidan opam boshida so'zlarni ko'rsatib turardilar. Har xil o'yinlar o'ynardilar birga. Ingliz tilida doimiy ravishda ingliz tilida muloqot qilardilar. Va mendan ham so'rardilar, faqat ingliz tilida gapirishimmi? Faqat ingliz tilida gapiraylik derdilar. Chunki biz asosiy o'rgangan narsamiz shu edi. Ya'ni erta yoshda tilni o'rgatish uchun one person one language qoidasi bor ekan. One person one language degani bu bir kishi bitta tilda gapirsa, haligi chaqaloq tili chiqqungacha o'sha tilni o'zlashtirib bo'lar ekan. Ona ingliz tilida gapirsa, ota rus tilida gapirsa, amaki o'zbek tilida gapirsa, 3 ta til bemalol. Faqat yetarlicha muloqot bo'lish kerak. Ya'ni bir haftada bir marta gaplashsa bu foydasi yo'q. Har kuni muloqot qila olish kerak xolos. Bu bir. Ikkinchisi, qilayotgan ishlarini ko'rsatib qilish kerak. Ya'ni olma yeymiz deyishni olmani ko'rsatib aynan yeyish tushunchasini bolaga tushuntira olishimiz kerak. Mana vaqt o'tgandan keyin jiyanim 3 yoshgacha 3 ta tilda gapirdi. Ingliz tilida har qanaqa buyrug'imni tushuna boshladi. Qarindoshlarimiz kelib, "Voy, listeningga 9 bo'lib ketibdi-ku" deyshti. Va men shuni tushundimki, to'xta, biz buni endi bildik, lekin qolganlar unchalik bilmas ekan hali. To'g'ri, biladigan ota-onalar hozirgi kunga kelib ko'p, lekin 4 yil oldin bu yangi O'zbekistonga kirib kelayotgan ilm bo'lgan ekan. Erta yoshdagi ta'lim tushunchasi hali rivojlanmagan bo'lgan ekan. Menda savol paydo bo'ldi. Inson miyasi shu darajada kuchli bo'lsa, uni chegarasi qayerda? Va shu savol hozirgacha meni qiynaydi. Ichimdagi eng asosiy
dard desam bo'ladi, shu narsani tagiga yetishni niyat qilganman. Tadqiqotchi, olim sifatida Vanderbiltda o'qib, shu soha mutaxassisi bo'lib, shu savolimga javob topmoqchiman. Chegarani qachondir agar topolsam, o'sha chegaraga yetishish uchun nimalar qilish kerakligini o'rganmoqchiman. Inson miyasini chegarasi balki yo'qdir, lekin baribir niyatni ulkan qo'yib, shunchaki 3 til emas, balki science, ya'ni ilm fanni o'rgatish mumkin. Bugun o'quvchilarimiz bilan Brielle degan qizni, ya'ni YouTube'da ko'rishsa bo'ladi. Brielle degan qizni 3 yoshida Mendeleyev davriy jadvalini har bitta elementini yodlab aytib berganini ko'rdik. Ya'ni shunchaki rasmiga qarab qaysi elementligini aytib bera olyapti. Demak, yangi ma'lumot biz uchun 3 yoshgacha nafaqat 3 ta til, balki ilm fanni o'rgatsa bo'lar ekan. Miya ilmi tushunchasi haqida qisqacha aytib ketaman. Miya ilmi bu o'zim qo'ygan nom. Neuroscience so'ziga buni rus tiliga tarjima qilish osonroq nisbatan neyronauka. Lekin o'zbek tilida bu nevrologiya emas. Chunki nevrologiya bilan miya ilmini orasida farq bor. Biz nervlarni emas, balki miya ishlashini o'rganamiz. Xo'p, yana shunga o'xshash boshqa sohalar bor. Neyrojarrohlik fani ham O'zbekistonda menimcha yaxshi rivojlangan sohalardan bittasi. O'qitiladigan universitetlar bor, lekin aynan miya ilmi yoki neyro ilm degan sohani topa olmadim O'zbekistonda. Va o'zim tarjima qildim uni miya ilmi deb. Xo'p, endi shu yerda yana bitta tarjima keldi xayolimga. Xo'p, miya ilmi tushundik. Miya ilmini o'rganadigan odamchi deb turib, keyin akam maslahatlar bilan miyashunos degan nom o'ylab topdik va xudo xolisi harakatlar bilan miyashunos so'zini o'zbek tili lug'atiga qo'shishni niyat qilganman. Aynan shu o'zimizni kichik bo'lgan bo'lsa ham loyihani ortidan miyashunos degan tushunchani o'zbek jamiyatiga singdirishni xohlayman. Ya'ni taksida ketayotganda, ko'cha-kuyda qarindoshlar tomonidan juda ham ko'p savollar keladi-da, nima qilasan, kelajakda kim bo'lmoqchisan deyishganda, men aytaman, miyashunos bo'lmoqchiman yoki miya ilmini o'rganmoqchiman desam, nima u deyishadi. Yoki bu tabiiy, albatta, endi yangi soha bo'lganligi uchun unchalik hayron bo'lmayman, lekin tushuntirishga kelganda qiynalib ketaman. Miyani o'rganiladi, miyani qanday ishlashini, unda erta yoshda qanday foydalansa bo'lishini o'rganmoqchiman desam, ertaga oilangni kim boqadi deyshadi. Qayerda ishlaysan deyshadi. Nima ish qilasan deyshadi. Haligi tushuncha shakllanmagan, tadqiqotchilik tushunchasi o'zi shakllanmagan. Aynan hozirgi vaqtdagi niyatlarimdan bittasi, maqsadlarimdan bittasi bu tadqiqotchilik madaniyatini shakllantirish. Jamiyatda bu yaxshi narsa sifatida, balki ya'ni qilsa bo'ladigan narsa sifatida ko'rilishi uchun men yaqinda O'zbek tadqiqot jamiyatiga asos soldim. Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda hozir jamoa yig'ish harakatidaman va tadqiqotchilik, miya ilmi va shu kabi sohalarda rivojlanishga katta hissa qo'shmoqchiman. O'zbekistonga universitetimni bitirishim bilanoq to'liq qaytib kelib, faoliyatimni shu yerda yurgizishni niyat qilganman. Chunki men o'zim eng kerakli bo'lgan joyda faoliyat yuritishni xohlayman. To'g'ri, ko'pchilik aytishadi, Amerikadagi hayotga o'rganib qolasan, qaytging kelmay qoladi. U yerda yashash zo'r, sen bu yerga kelib o'tirasanmi? deyishadi. Hattoki ustimdan kuladiganlar ham bo'ladi. O'zbekistonga qaytib kelish niyatimni izhor qilganimda, yo'q deyshadi, qarab turgin deyshadi. Qaytib kelmaysan, hali meni gapimni eslaysan deyshadi va men shunda ulardan xafa bo'lib qolaman. To'g'risi ko'nglim og'riydi unaqalardan. Va qat'iyan ayta olamanki, hozir o'zimga 100% ishonch bilan ayta olamanki, meni qalbimda dard bor va shu dard O'zbekiston bilan bog'liq. Va men u dardni Amerikadan turib yoki chet davlatlardan turib hal qilishim deyarli imkonsiz. Men albatta qaytib kelib, jamiyatimning rivojlanishiga hissa qo'shishim kerak. Men bu ilmni, miya ilmini, erta yoshdagi ta'lim ilmini targ'ib qilishim kerak. Va targ'ib qilishim uchun men odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashimga to'g'ri keladi. Bu yerda tadqiqotlar o'tkazishimga to'g'ri keladi. Bu yerda aynan shu fanni o'qitilishini rivojlantirishni xohlayman. Kun kelib, yetarlicha o'zim akademik unvonga erishganimdan keyin va yetarlicha tajriba orttirganimdan keyin qaytib kelib, shu O'zbekistonda o'zimizning yurtimizda universitet ochish yoki eng yaxshi universitetga o'zimning sohamni department qilib olib kelib, shu universitetda o'tiladigan fan qilib o'qitirishni xohlayman. Chunki 10 yil o'tgandan keyin, 5 yil o'tgandan keyin xohlamayman odamlar miya ilmi yo'qligi uchun chet elga ketyapman deyishini.
Chunki meni holatimda bu shunaqa. Amerika bu orzuyimdagi davlat emas. Amerika juda ham yaxshi davlat, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor u yerda yashashni. Va men u yerga shunchaki maza qilish uchun emas, balki majburiyat sifatidan ketyapman. Amerikada ta'limini olib, u yerda o'zlashtirib, tajriba orttirib, qaytib kelib, shu imkoniyat, yo'q bo'lgan imkoniyatni hozirgi yoshlarga berish uchun ketyapman. Xohlamasdimki 10 yildan keyin kimdir "Menga ilmi O'zbekistonda yo'qdi" deb qolishini.